Saturn hozir mashhur bo'lib ketdi aka. Bo'lishi mumkin. 7 yil oldin edi-yu. 7 yosh. Necha aytay? Endi muhokamaga men endi noto'g'ri aka. O'shanda ham noto'g'ri. Men chapdan yaxshi beraman-da. Chap tomonda tursa hisobini olinglar. Nima xatoni qilyapsizlar-da? Pul bermayman deb qo'yaverdinglar. Tez uyga boraman, nechagina va ketaman uyga. Dam olaman bugun. 768. Hech kim topolmagan nimani topdingiz omma lekin aka tabriklayman. 66, 67, 68, 69. Mana savollarga to'g'ri javob bersangiz, mashhurlar sizlarki bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Akalar, bugun sizlar bilan birga Farg'onada savollarimizga to'g'ri javob bergan insonlarga mashhurlar tarqatib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qiziqarli voqealar hali oldinda. Birinchi savolimiz: O'zbekistonning poytaxti, birinchi poytaxti qayer? Toshkent va Samarqand. Toshkent bo'lsa kerak. Ikkinchi savolimiz: bitta odamning ismi bor. Undan birinchi harfini olib tashlasangiz, yana bitta odamning ismi chiqadi. Ikkinchi harfini olib tashlasangiz, bitta hasharot ismi chiqadi. Yana bitta harfini olib tashlasangiz, hayvon ismi chiqadi. U qaysi ism? Sizga variant berishim mumkin. Dilshod, Obid, D bo'lsa kerak. D? Dilshod. Yo'q, javob noto'g'ri. Xo'p, uchinchi savolimiz: dunyodagi insondan keyingi eng aqlli jonivor qaysi jonivor? It bo'lsa kerak. It. Birinchi savolimiz aka, qaysi hayvon yuraksiz yashay oladi? Qaysi hayvon yuraksiz? Taxminim kapalak. Yo'q, noto'g'ri. Insonda suyagi 206 ta bo'ladi. 206 ta bo'ladi. Tug'ilganda nechta bo'ladi? 206 ta. Noto'g'ri. Uchinchisi, tuyaqush soatiga necha kilometr tezlikda yugura oladi? Variantlar bormi? Variantlar: 40, 60, 80, 100. 80 bo'lib qolsin. Noto'g'ri. Birinchi savolimiz: O'zbekistonning birinchi poytaxti qayer? A. Samarqand, B. Toshkent. Toshkent. Yo'q, xato. Ikkinchi savol: bitta odamning ismi bor, undan boshqa harfini olib tashlasangiz, yana bitta odamning ismi chiqadi. Yana bitta harfini olib tashlasangiz, hasharotning ismi chiqadi. Yana bitta harf tashlasangiz, bitta hayvonning nomi chiqadi. U qaysi ism? Bilmadim. O'ylab ko'ring. Variantlar yo'q? Variantlar. Variantlar esa javob bo'ladi. Yo'qmi javob? Yo'q. Bitta odamda zaharli ilon chaqsa 5 minutda o'ladi. Agar 3 ta zaharli ilon chaqsa necha minutda o'ladi? Farqi 5 minutda o'ladi. Malades, birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchisi: 7 yil oldin 7 yoshda edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 7 oydan keyin? 7 yildan keyin. 7 yil oldin 7 yosh edim. Ha. 7 yil. Mana. Savol boshqadan qaytaraman, eshiting. Yo'q, uni javobini bilmadim, taxmin javob beraman. Bering, mayli. 7 yosh. Necha yosh? 7 yosh. 7 yil oldin edi-yu. 7 yoshingiz. Блядь, что за тяги, такие бархатные тяги. 2025-yil qanaqa yil bu nomlangan? Yo'q, unisi to'g'risini bilmadim aka. Bilmaysan? Bilmadim. She'r bilasizmi? Mayli, birorta sizga imkon beramiz. She'r bilasizmi birorta? Shuni She'r tashlab bilmadim. ketganmi? No, endi o'qigan aka. Bitta imkoniyat bering. Yaxshi she'ringizdan bo'lsa bering, o'qib bersin. She'rni o'qib bersiz. har qadamda omadim kelar, bolam deya qilsalar duo. Ular meni ishongan tog'im, dadamga dard bermay xudo. Bizning deya tinmagan rost, tuyib yayrab kulmagani rost. O'tinaman sendan iltimos, dadamga dard berma xudo. Barakalla. Mayli. Endi pulli sovg'amiz bor. Xohlagan bitta raqamingizni ayting. 100 gacha bo'lgan. 100 gacha? Mayli 15 bo'lsin. 15 bo'lsin? 15. 1, 2, 3, 4, 1, 12, 13, 14, 15. 5000 so'm bo'ldingiz. Rahmat aka. Tabriklaymiz. Ishtirok etganingiz uchun rahmat aka. Salomat bo'ling. Yo'llaringga omad. Charchamanglar. Aka, birinchi savolimiz aka. O'zbekistonning birinchi poytaxti qayer? Variantlari: A. Toshkent, B. Samarqand. Toshkent. Noto'g'ri. Ikkinchi savolimiz: dunyodagi insondan keyingi eng aqlli jonivor qaysi jonivor? Variant berishim mumkin. Ayting. It, mushuk. Ketaveradi. Bo'ldimi? It. Yo'q. Noto'g'ri. Lekin aka to'g'ri javob berdilar. Uchinchi savolimiz: 7 yil oldin aka 7 yosh edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 7 yil oldin 7 yosh edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 20. To'g'ri javob aka. Bitta savolimizga to'g'ri javob berdingiz aka. 3 ta savolga to'g'ri javob berganingiz aka, pulni olish imkoni bor edi aka. Agar yaxshi chiqmasa, olib tashlaverasiz. Bo'ldi. Xudo xohlasa. Katta birinchi savolimiz aka. Pishgan tuxumda aylantirib ko'rib, pishgan pishmaganini bilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. To'g'ri javob. Xo'p. Ikkinchi savolimiz: Yerdan eng uzoq sayyora qaysi? Variant: Saturn, Mars,
Yupiter. Saturn mashhur bo'lib ketdi aka. Bo'lishi mumkin. O'zlaringizda bo'laveringlar. Уже страшный film chiqmoqda. Yerdan eng uzoq sayyora Uzoq sayyor. Yupiter. Yupiter. Noto'g'ri. Xo'p. Yana bitta imkon. Qadamiz aka. 4090 ga 10 qo'shsangiz necha bo'ladi? 4090 ga 5000 bo'ladi. Noto'g'ri. 4100 bo'ladi aka. Ha. Tushunib qoldim. Xo'p, yana bitta savol berib ko'raman, bo'lmasam osonroq savol. Qani ketdi. 7 yil oldin 7 yosh edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 7 yosh bo'ldimi? 7 yil oldin 7 yosh edim. Bo'ldimi? 7 yosh bo'lasiz. Yana 1 yosh bo'ladi. 7 yo'q, to'xtang, tushunmadim savol. Savolning javobini aytib qo'yishdi-yu. Tushunib qolyapman aka. Sen sekinroq qiladi. Osonroq, mayli, yutib olishingizga. Qancha qansiz? Bitta tuxum 5 minutda qaynaydi. 3 ta tuxum necha minutda qaynaydi? 5 minut. To'g'ri javob topdingiz. Mayli, ikkitaga javob berdingiz. Tabriklayman. Xullas, pul uchun imkoniyati bor. Birdan bo'lgan 100 gacha raqamni ayting. 32. Birdan bo'lgan. Tavakkal, ha. Yutib olishingiz mumkin. Necha aytay? Endi muhokama qil, men endi 32. Mana necha chiqargan? 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mana aka. Yutuq bilan tabriklayman aka. Birinchi savolimiz aka unda. Qaysi hayvon yuraksiz yashay oladi? Chuvalchang emasmi? Yo'q, noto'g'ri. To'g'ri javobni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ikkinchi savolimiz. Insonda suyagi o'zi 206 ta bo'ladi. Tug'ilganda nechta bo'ladi? Tug'ilgandan 206 bo'ladi. Yo'q, ikkinchi savolimiz ham noto'g'ri. Uchinchi savolimiz. Tuyaqush soatiga necha kilometr tezlikda yugura oladi? Variant berishim mumkin. Ikkinchisi to'g'ri javob bo'lmaydi ama. 50, 60, 80. 80. Noto'g'ri. 3 ta savolimizga noto'g'ri javob berdingiz. Akaga yana bitta imkoniyat bering, she'r bilsa, misol. She'r bilasizmi? Ye. Ha. Ular paltexda o'qigan odam bitta qiz sevadi. Ketdik jo'ra tugadi bari. Oltin davrim o'tdi kumushdek. O'sha qizni unutib bugun so'ng uchamiz qanotsiz qushdek. Oxirgi kun, oxirgi soat, misol balki tushlarga indi. U Toshkentga ketgan mahal men qishloqqa ketaman endi. 4 yil o'qib, 4 xona ichra, ko'zlarida boqmayin sevdim. Hayolimda haloli bo'lib vodiyimga ketamiz dedim. Hayol qoldi hayolligicha, oliy degan diplomni oldik. Hamma fanni 5 ga topshirib, ishq fanidan yiqilib qoldik. Bizni sevgi edi boshqacha. Yurmas edik asabimiz yeb, uringanman aytishga qancha yurakni yoqib qoldim deb. Qo'y kuyinma taqdir ekanda, sevgimizni baham ko'rmaslik, peshonaga yosilgan ekan, tor kilbonga kelin bo'lmaslik. Bu qaysi qiz endi? Ismi nima endi? Bu ketib qolgan qizning ismi. Ismi sir bo'larsan. Ismi sir bo'larsin. Siz endi pul uchun imkoniyatiga egasiz. Birorta sonda aytasiz, lekin birda aytmaying, chunki alashtirib yuboraman, ko'rib qolgansiz. 22. Bo'ldi. 22-raqamda siz omadingiz qanchalik ekan, qarang. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 20. Vay. 100 ming so'm yutish imkoniyatlari bor edi. 23 deganingiz aka mana. Pul yutuqlari. Ishtirok etganingiz uchun rahmat aka. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. 23 deyish kerak edi aka lekin. Tug'ilgan kun 22 yetdi aka. Mana Kislorod Medical. O'zbekistonda birinchi poytaxti qayer? A javob Toshkent, B javob Samarqand. Samarqand. To'g'ri. Bitta odamning ismi bor. Boshqa harfni topshirsangiz yana bitta odamning ismi chiqadi. Yana bitta harf topshirsangiz hasharotning nomi chiqadi. Yana bitta harf topshirsangiz hayvonni Yaxshimi? Mayli. Savolni bitta boshlab beraver aka. O'ylab ko'ring, yutib olish imkoniyati bor. Nima edi? Oxirida 3 ta harfini aytasizmi? Shunaqa qilaylik. Oxirida 3 ta harfni aytsak, Yo'q, xatolik qilyapsizlar. Pul bermayman deb qo'yaverdinglar. oxirida yana 2 ta harfi. It. Javob yo'qmi aka? 3-savolga o'taman. Said basmi? Yo'q. Said basmi? Topa olmadingiz aka, xullas. Xo'p. 3-savolimiz aka. 7 yil oldin 7 yosh edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 14. Noto'g'ri aka. O'shanda ham noto'g'ri. Noto'g'ri aka. 7 yil oldin 7. Mayli aka, sizga bitta imkoniyat beramiz aka. 7 yil oldin 7 yosh. Ya, vobshe bu qiyin savollar berasizlar. Yo'q, qiyin emas aka. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Bitta imkoniyat bering. She'r aytishni bilasizmi? Opera ham aytib o'tdim, pulisi. Shu bola 50 ming belinglar ketdi, yaxshi ishdan olsa. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham, guldan ham, qoladi bo'lsam bir kun axir tildan ham. Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam bu. Ne barakalloh aka. Kichik bo'lganman, ana shuni yodlab olganman. Birdan boshlab 100 gacha bo'lgan son. 32 deylik, yoshimiz. 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32 aka. 10 ming so'm.
Tabriklayman aka, YouTube bilan. Majnuni puli chiqdi. Ishtirok etishing uchun rahmat aka. Rozimisizlar ishqilib? Rozimiz aka. Yengil savollar beringlar, pul kerak emas. Xo'p aka, hozir bo'lmasam savollarni berishni boshlaymiz aka. Tim Bolis ham menga o'xshab 10 qo'lga taqar ekansiz. Qarang. Chapaqaymanda chunki o'shancha. Men chapdan yaxshi beraman-da. Chap tomonda tursa hisobini oling lekin. Ehtiyot bo'ling. Birinchi savolimiz, qaysi hayvon yuraksiz yashay oladi? Kapalak. Insonda o'zi 206 suyagi bo'ladi. Tug'ilganda nechta suyagi bo'ladi? 400 ta. Imkoniyat beraylik sizga. Bitta qarang, yengil imkoniyat. Yengil aka bo'pti. 2025-yil qanaqa yil deb nomlangan? Voy bilan. Ko'kalamlashtirish bor edi. Atrof muhitni Yaqin kelyapsiz. atrof muhitni muhofaza qilish, Hop. shu atrof muhitni himoya qilish. Jicha borda aka. Aka savollarimizga noto'g'ri javob aka. Ishtirokingiz uchun rahmat aka. Katta rahmat. She'r o'qishni bilasizmi Hakam aka? She'rmi? Beraman aka she'r. Aha. Chotga qilib akadaqa yaxshi o'qib bersiz aka, mayli sizga imkon beraman aka. Aha. Pul yutib olishga. Yo'q, marojniy yedim, o'shani qitig'i kelyapti. Osongina sinmasam kerak. Ishlarim zo'r yurib turibdi. Allohimga shukrlar bo'lsin, dadam duo qilib turibdi. Do'stlarimdan sira kamim yo'q. Omad meni quvib yuribdi. Har soniya baxtimni so'rab, dadam duo qilib turibdi. Tak. 53. Ham 53 ga kirdi-da, o'sha 53 belgiladi. 11, 10, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53. Nimaga 51 demadingiz aka? 50 ming so'm yutib olish imkoni bor edi aka. 53 ta qolganmisa точный. Mana aka. Bo'ldi. YouTube bilan tabriklayman aka ishtirokingizga. Birinchi savolimiz, odamda zaharli ilon chaqsa 5 daqiqada o'ladi. Agar 3 ta zaharli ilon chaqsa necha daqiqada o'ladi? 1 daqiqada. 7 yil oldin 7 yosh edingiz. Ha. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? Savolni yaxshilab eshiting. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 14 yosh. Bitta tuxum 5 minutda qaynaydi. 3 ta tuxum necha minutda qaynaydi? 15 minutda. Birinchi savol aka. Ha. Qaysi hayvon yuraksiz yashay oladi? Variantlar yo'qmi? Variantlar. Javob noto'g'ri. Kapalakka yurak bo'lmaydi. Tuyoq qush soatiga necha kilometr tezlikda yugura oladi? 30, 40, 80. 80. Noto'g'ri. Yo'q, hozir aka adashyapti. Yerdan eng uzoq sayyora qaysi sayyora? Saturnmi? Men Saturn. Eng uzog'imi? Eng uzog'i qaysi? Eng yaqinni aytsam, Eng yaqini ma'lumda. Eng uzog'i. Variant. Neptun. Saturn, Yupiter, Saturn. O'zbekiston. Noto'g'ri. Ayting bo'pti, bermayman, faqat nechisi ham. Bolalar, bitta sizlarni sindiraymi? Ana shu obunachilar uchun 20 ni sanaydi o'sha tomon. omadlari zo'r ekan, o'zlarigacha ishonishar ekan. Qani ko'ramiz. 100 ming chiqsa lekin beraman. Sanang. Qani 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aka. Chopang endi. Tez uyga boraman, yechingini va ketaman uyga. Dam olaman bugun. Bugun men kecha bilan endi kitob o'qiyman. Bo'ldi, yomon turasizmi siz ham? Qo'limizdan shu olaylik. Dunyoda insondan keyingi eng aqlli jonzot qaysi jonzot? Mushuk, maymun, kenguru, Maymun. Noto'g'ri. Taminlar edi kitob. Bitta odamda zaharli ilon chaqsa 5 daqiqada o'ladi. Hop. 3 ta zaharli ilon chaqsa necha daqiqada o'ladi? 5 daqiqada o'ladi. To'g'ri javob. Xo'p. Xo'p. Maqtov yorliq olib chiqinglar. 2025-yil qanday deb nomlangan? Tuyoq soatiga necha kilometr tezlikda yugura oladi? Yugura oladi? Necha kilometr soat tezlikda yuguradi? Примерно aniq Moskvada ham oraliq ketsam bo'laveradi. Kilometr Yo'q, anig'ini bo'lsa yaxshi emas. Anig'i bo'lsa yaxshiroq. 30, 50, 90. Normalni tezlik. Qaysi biri? 50 bilan 90 ga. Meniki 50, sizniki 90. Ayvan. 50. Bo'lmadi. 50. Noto'g'ri. Yaxshi. Mayli aka, ikkita savolimizga, 3 ta savolimizga ham noto'g'ri javob berdingiz. Bittasiga to'g'ri javob berdingiz. She'r bilan. Qani, men bas she'r sizlar. Ya she'r bilmayman, o'qib berishim Bitta mumkin. savolga javob berdingiz-ku baribir. Xo'p. She'r bilasizmi? Yo'q, she'r bilmayman. Birorta she'r topsangiz O, o'qib berishim. topmayman, men banda bor kakras. O'qib, cho'tka o'qib bersangiz bo'ldi. Bitta ko'rib olaman-da. Bu 2 minut vaqt aka o'qib olishingiz kerak. Allohim jonimni olmasa hali. Kimni kim bo'lishin ko'raman ona. Davrimiz kelyapti shamolda yelib, oz qoldi zo'r bo'lib ketaman ona. Ust boshim eski, noz qildi sanam. Kechikib keldi bugun sevgisidan ham. Siz borsiz yonimda menga nima g'am? Oz qoldi zo'r bo'lib ketaman ona.
Yor vafo qilmadi, bevafo ekan. Dunyo ishlaridan kulaman ona. Erkak yig'lamaydi deb o'zingiz aytgan. Oz qoldi, zo'r bo'lib ketaman ona. Yigit boshim egib qo'yganimcha yo'q. Harakat qilyapman yana va yana. Ko'zingiz yoshlarga to'lmay tursin. Oz qoldi, zo'r bo'lib ketaman ona. Barakalloh. Ama bosh Pul tushimkani bu oldingiz aka shunaqa. Zulfiya zola. Boshlab 100 gacha bo'lgan son qani? Nasib endi Ayting. 68. 68 bo'ldi qani? 1 2 3 4 60 61 62 63 64 65 66 67 68. Ishtaga adashsiz. Nasib endi. O'zbekistonning birinchi poytaxti qaysi? Samarqand. Ikkinchi savolimiz. Bitta odamning ismi bor. Undan boshqa harf toplashingiz ikkinchi odamning ismi kelib chiqadi. Yana bitta harf toplashingiz hasharot nomi kelib chiqadi. Yana bitta harf toplashingiz hayvon nomi chiqadi. Bu qaysi ism? Boshisi, oxirati. Ya bu darajada osonlashtirib beryapman men. Sobit. Aytib berishdimi? Yo'q. Aka rostgo'ylik uchun mayli, qabul qildim bu savolni. 7 yil oldin 7 yosh edingiz. 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 7 yil oldin 7 yosh edim. 7 yil 21 da. Birdan boshlab 100 gacha bo'lgan raqamni aytasiz. Xo'p. Uy, qaysi? 69. 69. Bash tomondan? Shu tomon. Bo'ldi. Qani bo'ldi. Ishqilib aka IQ-sini juda qattiq ishlatdi qani. 1 2 3 4 5 6 7 66 67 68 69. Malades. Akaniki qattiq xotira kuchli ekan, omma lekin. Omma malades aka. Hech kim topolmagan nimani topdingiz, omma lekin aka. Tabriklayman. Eng katta pulni aka siz topdingiz. Tabriklayman aka. Hech kim hali topolgan yo'q edi. Qatnashib ko'ring. Rostdan ham haqiqatan pulni qo'lga oldingiz-a? Oldim mana, berishdi. Bo'ldi aka. Mayliga. Tavsiya qilasizmi qolganlarga ham? Tavsiya qilaman, o'ynab ko'ringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Dog'la, mana unda shuni nima qilib turing. Rektor o'chirgan nima gaplar bo'lsa, fikrlar. Xullas, ishtirokchilarimiz hozir bitta ishtirokchimiz rasa poylab turgan ekan. Nima inson yutib olishdi. Xudo xolasa keyingi viktorina nimalarimizda ishtirok etib olasizlar. Agar kuzatib ko'rayotgan bo'lsalaring, podpiska obuna bo'lib qo'yinglar yoki kommentariyaga qaysi viloyatdan kuzatayotganlaringni yozib ketinglar. Javoblar ham esdan chiqmasin, chunki ko'pchilik bilmayapti savollarimiz javobini. Kuzatishda davom etinglar. 200 ming so'm hali turibdi. Sizlarga bo'lishi mumkin. Javoblar bo'linglar. Savollarimiz oddiy, borganda qochib ketib qolish yo'q-a. Uri.